saroyini sirli va dahshatli hodisalar qamrab oldi. Yilning eng kutilgan Koreya seriali endi o'zbek tilida. Saroy ichidagi dahshatli hodisalar sabab qirol yashirincha ikki g'ayritabiiy kuchga ega insonni huzuriga chaqirdi. Ularning biri arvohlar dunyosiga o'tib, ularni qilich yordamida yo'q qila oladigan jangchi. Ikkinchisi esa tug'ilganidan buyon o'liklarning ovozini eshita oladigan qiz. Ularning vazifasi valiahd shahzodaning sharqiy saroyida yashiringan yovuz kuchni topish. Ular ishga kirishib sirlar tomon yaqinlashar ekan, saroy devorlari ortidan asrlar avval ko'milgan yovuz kuchlar chiqa boshladi. Qasoskor ruhlar, qorong'u fitnalar va saroyni ichdan yemirayotgan ko'zga ko'rinmas yovuzlik haqidagi Sharqiy saroy serialini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Buyuk toshqindan so'ng dunyoda faqat orollar qolgan. Bu orollarni esa o'tib bo'lmas bo'ronlar o'rab turadi. Yilning yangi fantastik sarguzasht filmi endi o'zbek tilida. Afsonaga ko'ra, bo'rondan faqat bir kishi o'ta olgan, lekin uni orol xalqi qahramon emas, balki jinoyatchi deb e'lon qilishgan. Bu yerda hamma Argos qal'asida yashashni istaydi, lekin bu qal'aga kirishning o'z narxi bor. Yagona imkoniyat suvdagi o'lim poygasida g'alaba qozonib oltin chiptaga ega bo'lish. Lekin qahramonlarimiz Neb va Ana bu poygada ishtirok etib, bo'ronni yorib o'tishmoqchi. Ular Argosda yashashni emas, balki Argos yashirishga urinayotgan sirni bilish niyatida. Halokatga yuz tutgan olam haqidagi Bo'ron chavandozi filmini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. David uzoq yillik xizmatdan so'ng harbiylikdan ketmoqchi edi, lekin taqdir uni yana bir sinovga yo'liqtirdi. Uning bo'linmasi teraktga uchradi. Ketish arafasida turgan David endi yana bir bor eng so'nggi va eng xavfli missiyani boshlashga majbur. Har bir qaror o'lish yoki omon qolishni belgilaydi. Har bir soniya hal qiluvchi shiddatli operatsiyalar va keskin to'qnashuvlarga to'la maxsus kuchlar serialini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Sakamoto kundaligi endi film shaklida va eng muhimi o'zbek tilida. Taro Sakamoto bir paytlar dunyodagi eng zo'r qotil edi. Hamma jinoyatchilar undan qo'rqar, barcha qotillar unga havas qilardi. Lekin bir kuni u sevib qoldi va hammasini tashlab, boshqa hech kimni o'ldirmaslikka qasam ichdi. Endi u semirib ketgan, oilasini jonidan ortiq sevadigan oddiy inson. Lekin Sakamotoning o'tmishdagi ishlari uni ta'qib qilishni boshladi. Dunyoning eng xavfli qotillari birin-ketin uning ortidan tushmoqda. Endi Sakamoto aqli va mahorati yordamida hech kimni o'ldirmasdan oilasini himoya qilishi zarur. Bir paytlar afsona bo'lgan qotil endi ota va er sifatida o'zining eng katta jangiga kirishadi. Shiddatli janglar va ichaguzli kulgiga to'la Sakamoto kundaligi filmini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Millionlab muxlis kutgan o'sha jangari Koreya serialining ikkinchi fasli endi o'zbek tilida. Tashqaridan oddiy onlayn do'kon, aslida esa qotillar va yollanma askarlarga qurol yetkazib beruvchi sirli imperiya. Amakisini yo'qotgan Jian endi bu qonli tarmoqning yangi egasiga aylandi. Lekin to'satdan amakisi aslida tirik ekanligi ayon bo'ldi. Endi o'yin qoidalari butkul boshqacha. Bir paytlar ov qilinganlar endi ovchiga aylanishdi. Jian va amakisi jamoa to'plab butun dunyoni qamrab olgan Babilon tashkilotiga qarshi yurishni boshladi. Qotillar va maxfiy tashkilotlar haqidagi Qotillar do'koni serialining ikkinchi faslini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling.